Tezkor xabar. O'zgidromet hafta davomida O'zbekistonning qaysi viloyatlarida kuchli sovuq bo'lib, qor yog'ishini ma'lum qildi. Barcha fuqarolar tezda xabardor bo'ling. Assalomu alaykum, hurmatli tomoshabinlar. Tezkor yangiliklardan, birinchilardan bo'lib xabardor bo'lishni istasangiz, videorolik ostiga like tugmachasini bosib qo'yishni unutmang. Like bosgan insonni Xudoyim doim qo'llasin. Diqqat qiling. O'zgidromet agentligi 20-yanvar sanasidan 25-yanvar sanasigacha kutilayotgan, ya'ni haftalik ob-havo ma'lumotini e'lon qildi. Unga ko'ra, 20-yanvar faqat Navoiy viloyati va ertalab Qoraqalpog'iston Respublikasi, Xorazm viloyatlarida biroz qor yog'adi va janubiy-g'arbiy hududlar bo'yicha kechqurun yog'ingarchilik, yomg'ir, qor bo'lishi mumkin. 21-23 kunlari O'zbekistonning katta qismida vaqti bilan yog'ingarchilik, yomg'ir, qor bo'lishi kutilmoqda. Haftaning birinchi yarmida havo harorati kechalari 3 daraja sovuqdan 2 daraja iliq, kunduz kunlari esa 3-8 daraja iliq atrofida bo'ladi. Haftaning ikkinchi yarmida harorat asta-sekin kechalari 2-7 daraja sovuqqacha, kunduz kunlari 2 daraja sovuqqacha pastlashi prognoz qilinmoqda. Ba'zi joylarda tuman tushishi mumkin. 21-22 kunlari respublikaning ayrim joylarida shamolning tezligi 13-18 metr sekundgacha kuchayadi. Tog'li hududlarda vaqti bilan qor yog'adi. Qor ko'chish xavfi ham e'lon qilingan. Poytaxtimiz Toshkentda 20-21 kunlari yog'ingarchilik kutilmaydi. Havo harorati kechalari 2 daraja sovuqdan 1 daraja iliq, dushanba, seshanba va chorshanba kuni kunduz kunlari 3-6 daraja iliq. 21-yanvar chorshanba kuni 7-9 daraja iliq bo'ladi. Kechasi va ertalab tuman tushishi mumkin. 22 va 23-yanvar kunlari vaqti bilan yog'ingarchilik, yomg'ir, qor bo'ladi. Harorat 22-yanvar kuni kechasi va kunduzi 0-2 daraja iliq, 23-yanvarga o'tar kechasi 3-6 daraja sovuq, kunduz kunlari ham 0 daraja atrofida bo'ladi. Kechasi va ertalab tuman tushishi prognoz qilinmoqda, deyiladi xabarda. Aziz do'stlar, ushbu xabar maksimal darajada tarqalib, barcha fuqarolarga yetib borishligi uchun like bosib qo'yishni unutmang.